Yana bitta yangilik. Bunaqa Qur'on chiqibdi. Bu Qur'onni soyali Qur'on deyiladi, soyalik. Qur'onni qarang, ajoyibligini mana. O'qiy olmaysiz-a? Bu o'zi o'qish uchun emas o'zi. O'qish uchun siz o'rganmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizga qalam olasizda, bu Qur'onni ustidan yozib chiqasiz. Mana bir betni o'qib olasiz asl Qur'ondan o'zingiz va ustidan sekin anaqada yurg'izasiz qalamda. O'chirsa bo'ladigan qalam olsangiz yana ham yaxshi. Xuddi bu lavhaga o'xshaydi, lavhaga. Yozib o'rganasiz. Bu juda mashhur, dunyo bo'yicha Qur'onni yozib yodlaydigan sistema ham bor. O'sha sistemani asosda qilishgan. Ajoyib sovg'aga ham Ramazonda qarang, ranglari bilan 5 xil rangli berishdi menga. Mana bu qizchalarimizga qarang. Qizlarimiz o'qishadi. Ajoyib-a? Mashalloh. Xo'p. Bunaqa rangi ham bor ekan mana. Endi qora rangi ham bor. Bizni qora bolalarimizga bu. Ajoyib xursand bo'lib ketdim. O'zbekistonda diniy qo'mita tomonidan ruxsat berilgan va bizda bosilyapti.